HTML ni tekshirish va HTML spetsifikatsiyalariga muvofiqligini tasdiqlash uchun brauzeringizda mavjud bo'lgan dasturchi vositalaridan tashqari kamida bitta rasmiy manba mavjud. U uch tekshiruvchisi veb asoslangan qulay vosita bo'lib, kodni yoki URL manzillarni nusxalab kiritish orqali tahlil qilib, HTML tarkibidagi sintaksis xatolarni aniqlab tekshiradi va sizga natijalarni ko'rsatadi. CS sahifa uslublashtirish mavzusiga o'tishdan oldin 5 daqiqalik tanaffus qilaylik. Veb sahifalarni oddiy zerikarli, qora va oq tuzilishidan tashqari chiroyli qilib uslublashtirishni boshlash vaqti keldi. CSS Cascading Style Sheets chimetli teglarning ekranda qanday ko'rinishini belgilaydi. Bu dasturlash tili bo'lmagan, lekin boshqa bir til hisoblanadi va u orqali siz teglarning ko'rinishini aniqlab berasiz. Biz 1-2 history teglarini ko'rdik. Ular matnning kamayib boruvchi o'lcham va qalinligini ifodalaydi. Qalin va katta degan tushunchalarni nima belgilaydi? Shrift yoki piksel o'lchamlaridan foydalanish foydali bo'lardi. CS sahifa tuzilishini ranglar, o'lchamlar, oraliqlar, joylashuv va boshqa ajoyib estetik jihatlar bilan nafis tarzda to'liq bezashga va yakuniy ko'rinishni berish imkonini beradi. Buning uchun biz turli tillarda turlicha nomlanadigan, lekin o'xshash tushunchalarni anglatuvchi xususiyatlarni kiritishimiz kerak. Xususiyatlar bu kalit qiymat juftliklarining to'plamlari. Xususiyat rangni belgilaydi. Bu qiymatmi? Chegara qiymati qancha? Bu qiymat balandlikmi? Xususiyatlar siyasasida kalit qiymat juftliklari uchun ishlatiladigan maxsus va muhim atamalar hisoblanadi. Xuddi HTMLdagi atributlar kabi bu tushunchalar. Xuddi shu tushuncha oldingi ko'rsatilgan lug'atlarga ham tegishli. Xususiyatlardan qanday foydalanish mumkin? Sahifa elementlariga xususiyatlarni qo'llashning turli usullari mavjud bo'lib, dasturchining vazifasi esa ushbu elementlarni tanlash usulini belgilashdir. Ular turklas, id va atribut tanlovchilaridan foydalanadi. Vaqt o'tishi bilan biz ularning ba'zilarini ko'rib chiqamiz va ularning har biri veb sahifaning turli qismlariga murojaat qilish uchun maxsus sintaksisni talab qiladi. CS ni brauzerga aytib, sahifamizga kiritishimiz kerak bo'ladi. Bu biz yaratishimiz mumkin bo'lgan eng oddiy veb sahifani ifodalovchi HTML namunasi. Veb sahifada sarlavha bo'limida faqat bitta nom emas, balki boshqa ko'plab muhim elementlar ham joylashgan bo'lishi mumkin ekan. Stilidagi veb sahifaning ma'lum elementlarga yo'naltirilgan juda yaxshi nomlangan CSS xususiyatlarini va kalit qiymat juftliklarini o'z ichiga olishi mumkin bo'lib, ularni siz sahifa ichida qo'llashingiz mumkin. Stili tegi o'rniga link tegidan foydalanish mumkin. Afsuski, u nomi bilan bog'liq tushunmovchiliklar keltirib chiqaradi. Chunki u havola yaratmaydigan anchor teglaridan farq qiladi. Bu esa avvalroq tavsiflangan xrif atributlaridan boshqacha ishlaydi. CS fayllari veb sahifaga yozish o'rniga tashqi tomondan bog'lanishi mumkin bo'lgan barcha xususiyat kalit qiymat juftliklarini alohida faylda saqlash va osongina o'z ichiga oladi. Veb sahifalarni stili atributlari yordamida bezatish mumkin. Keling hikoyamizni shu yerdan boshlaymiz. Chunki bu eng oddiy yo'l. Keyin dizaynni takomillashtirish mumkin. VS Code'iga qaytaman. John Harvard sahifasi uchun universitet kampusidagi talabalar uchun maxsus xom. HTML faylini yaratishga kirishaman. Hello World kodini xom. HTMLga nusxalab, sahifa sarlavhasini o'zgartirib, terminal oynasini yashirib va Hello bodyni olib tashlab, turgalik tejayman. Keling John Harvard uchun bosh sahifa yaratamiz. Veb-sayt sarlavhasi Johnning ismini o'z ichiga oladi. Asosiy qism tashrif buyuruvchilarni iliq kutib oladi. Veb sahifaning eng yuqori qismidan boshlab pastki qismigacha juda oddiy formatda yaratilgan, pastki qismda mualliflik huquqi haqida ma'lumot keltirilgan.
HTML va CSS bilan sodda va asosiy tuzilma o'ynash uchun kerak. Keling, buni qilaman. Jon Harvardning ismi bilan paragraf tegini yarating. Bosh sahifaga xush kelibsiz. Sizni bu yerda ko'rib turganimdan juda xursandman va mamnunman. Mualliflik huquqi Jon Harvard tomonidan himoyalangan va barcha huquqlar qat'iy ravishda saqlanadi. Keling, buni yaxshilash yo'llarini muhokama qilaylik. Bu tezkor mualliflik huquqi belgisi. HTML maxsus belgilar klaviaturada yozish qiyin bo'lgan belgilarni ampersand, pound belgisi, raqamlar va nuqtali vergul orqali ko'rsatadi. Bu belgilarni yozish uchun maxsus sintaksisdan foydalaniladi. Masalan, copyright belgisi uchun na160 ishlatiladi. VS Code muharririda bunday maxsus belgilar ajalib turadi va turli ranglarda ko'rsatiladi. Shuning uchun kodni o'qish osonroq bo'ladi. HTML hujjatlarida bunday belgilarni ifodalashning boshqa usullari ham mavjud. HTML maxsus kod raqami 169 kitoblar va internet sahifalaridagi qo'llanmalarga ko'ra mualliflik huquqi belgisini anglatadi. Doira ichidagi harfi Akoshda keng qo'llaniladi, lekin klaviaturada terish qiyin. Unicode va HTML belgilari web uchun ramzlarni ifodalaydi. Shuningdek, ulardan foydalanish uchun siz Google orqali qidirib, nusxalab boshqa joyga joylashtirishingiz mumkin. Keling, ushbu web sahifaning ko'rinishini ko'rib chiqaylik. VS Code katalog indeksiga qayting. 3 bo'limdan iborat matnli Jon Harvard web sahifasini ko'rish uchun sahifaning yuqori qismida joylashgan xom HTML havolasi ustiga bosing va kerakli ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin. Keling, bunga qaytaylik. Shrift o'lchamlari o'zgarmasdan qoladi. Jon Harvardni qalin qila olmaymiz. Mualliflik huquqini ko'zga tashlanadigan qilib ko'rsatish shart emas. HTML yagona o'zi ushbu web sahifani go'zal va sodda tarzda tuzilmalashtiradi deb boshlashingiz mumkin. Men qanday qilib stil qo'shishim mumkin? Men stil atributini qo'shaman, keyin uni olib tashlayman. Paragraf teglarda stil atributidan foydalanib, shrift o'lchamini o'zgartiring. Shrift o'lchami katta va aniq bo'lishi kerak ekan, deya belgilangan. Stil atributini qo'shish uchun men ushbu teg ichiga o'rtacha shrift o'lchami parametrini kiritmoqchiman. Uslub teng qorish tirnoq ichidagi qorish tirnoq. Shrift o'g'richami kichik. Nuqtali vergullar bu holatda zarur emas. Men nuqtali vergullarni bir xillik uchun qo'shyapman. Tez orada ko'ramiz. Xuddi skul buyruqlarining oxirida ishlatilganidek. Men sahifani chiroyli va yaxshi bezash uchun bu muhim teglarga uslub atributlarini qorishdim. Tuzilma o'zgarmaydi, lekin dizayn farq qiladi. Oldingi sahifaga qaytish. Yangi uslublar turli xil matn o'lchamlarini aniq va yaqqol ko'rsatadi. Yuqorida katta, o'rtada o'rtacha va pastda kichik ko'rinishda. Hammasini markazga joylashtirish yaxshi bo'lardi. Bu sahifa bilan yana nimalar qila olamiz? Matn markazga tekstlangan degan xususiyatni sozlash uchun VS Code dasturida nuqta verguldan keyin yozishimiz kerak. Menga matnni uch tirnoq ichiga ko'rib uyishga ruxsat bering. E'tibor bering. Bu yerda biz urib chiqayotgan xususiyatlar ko'proq. Shrift hajmi katta. Xususiyat quyidagi 3 qiymat bilan ishlatiladi. Katta, o'rta va kichik. Matn markazlashtirish xususiyati nuqta vergul bilan ajratilgan holda bir necha marta ishlatilgan. Qayta yuklash tugmasini bosganingizdan so'ng hamma narsa markazlashadi. Men bu sahifaning ko'rinishini yaxshilashga harakat qilyapman, lekin eng yaxshi usulda emas. Keling, buni batafsil ko'rib chiqaylik. Paragraf teglari yaxshi ishlaydi, lekin semantik jihatdan ular haqiqatdan paragraflarni to'liq tasvirlaydi. Jon Harvard va mualliflik huquqi esa sahifaning turli paragraflar emas, balki alohida qismlaridir. Semantik jihatdan maqsadga muvofiqroq bo'laylik. P teglari o'rniga umumiy to'rtburchak sahifa hududlarini ifodalovchi, ya'ni division deb ataladigan div teglaridan foydalanish aslida kamroq ma'lumot qo'shadi. Lekin keyinchalik buni yaxshilaymiz.
Bu odatiy sahifa tuzilishi. Garvard universitetining HTML kodini ko'rib chiqsak, bir nechta div elementlari sahifani to'rtburchakli hududlarga ajratgan holda ko'rinmas tartibli tuzilmani yaratgan. Uchta to'rtburchakli hudud ustiga joylashtirilgan to'rtburchakli hudud. Menimcha bu eng yaxshi dizayn emas. Nega? VS kodiga qaytaman. HTML va CSS da kod nusxalash va joylash, hatto yangi boshlovchilar uchun ham. Siz buni payqagan bo'lishingiz mumkin. Umuman olganda yaxshi dasturlash amaliyoti emas. Bu ortiqcha harakatlarni anglatadi. Bu qanday qilinadi? Men markazga tekstlash matnining umumiy qismlarini ajratib, uni shu yerdan butunlay o'chirib tashlayman. Uni bu yerdan o'chirib tashlayman. Bu uchta div elementlari aslida umumiy bitta yuqori darajadagi ota element bo'lgan body tagi bilan bevosita bog'langan holda joylashgan. Body tagida text align center uslub atributidan foydalanish mumkin va men yuqorida qo'shtirnoq ichida textaling center kabi kodlarni yozishim mumkin. Hujjat obyekt modeli CSS bilan matn tekstlanishini va markazlashtirishni pastki div elementlariga yoyilishiga imkon beradi. Shuning uchun ularning uchala qismi markazda saqlab qoladi. Qayta yuklangandan so'ng boshqa oynaga qaytib, vizual o'zgarishsiz umumiy qismlarni ajratib, matn tekstlash markazi uchala elementga ham qo'llanildi. Texnik jihatdan boshqa usullar ham mavjud. Agar butun tanani stillashtirmoqchi bo'lmasangiz, ota element kiritishingiz mumkin. Ota div konteynerini yaratish juda mantiqli, chunki u shunchaki umumiy saqlash joyi hisoblanadi. Yangi div ichidagi uchta divlarni pastga qarab surib qo'yaman. Bu uslublar butun sahifaga qo'llanishi shart emasligini aniq ko'rsatish uchun. Matnni markazga va o'ngga tekstlash bir xil natija beradi. Garvard web sahifasida bir-birining ichiga joylashgan ko'plab divlar mavjud edi. Shunga o'xshash sabablarga ko'ra, aniq aytganda, bu usul talab qilinmaydi. Keling, tana yondashuviga qaytamiz. HTML bo'limlar sahifa qismlarini joylashtirish uchun foydali va muhim konteynerlardir. Lekin semantik elementlardan foydalanish qidiruv tizimlari, sun'iy intellekt va maxsus ekran o'quvchilariga sahifa mazmunini aniqroq va yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Internetning rivojlanishiga hissa qo'shadi. Oddiy div taglari o'rniga uchta semantik HTML tagidan foydalaning, chunki semantik taglar oddiy div yoki paragraf kabi umumiy taglardan ko'ra aniqroq ma'noga ega bo'lib, sahifaning tuzilishini yaxshiroq tushuntiradi va kod o'qilishini osonlashtiradi. Jahon Harvardni ushbu sahifaning sarlavha qismida aniq ko'rsatib, keyin tagni to'g'ri tartibda yopamiz. Salomlashish matni asosiy sahifa qismida va yopiladi. Pastki qism footer tagida joylashgan. Bu taglar shunchaki o'ylab topilmagan. HTML xususiyatlari bularni aniq ma'nolar bilan o'z ichiga oladi. Sahifa sarlavhasi foydali. Web sahifa joylashuvi va egalik ma'lumotlarini ko'rsatadi. Sahifaning asosiy qismi dolzarb ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Bu shunchaki logotip va sarlavhalar emas. Sahifa pastki qismi odatda kamroq ahamiyatga ega. Kontent qimmatga ega, lekin sarlavha va asosiy sahifaga nisbatan kamroq muhim. Taglar semantikani ifodalaydi. Google va Bing kabi qidiruv tizimlari va sun'iy intellektga sarlavha va asosiy kontentga pastki qismga nisbatan ko'proq ahamiyat berishga imkon yaratadi. Sayt pastki qismidagi parchalar unchalik foydali bo'lmagani sababli ularni ko'rmaysiz. Yana nimalar qila olamiz? Taglarni qo'shgandan so'ng sahifa dizaynini yaxshilaymiz. Sahifa tuzilishi va bezaklarni amalda birlashtirish umuman maqbul amaliyot emas. HTML va CSS ni alohida ajratgan ma'qul, chunki HTML sahifa tuzilishiga qaratilgan bo'lishi kerak. Shuning uchun iz bilan qaralganda tuzilishi aniq ko'rinadi. Bezaklar esa alohida faylda joylashishi kerak. Veb-sayt ranglarini kunning vaqtiga qarab o'zgartirish uchun qorong'i va yorug' rejimlar uchun
turli CSS xususiyatlaridan foydalanish mumkin. Turli qurilma va brauzerlar uchun alohida uslublar jadvallaridan foydalaning. Veb sahifa mazmunidan stillashtirish qismini ajratib olish foydali bo'ladi. Bu tebranuvchi mayatnik kabi ishlaydi. Kodlarni osonroq boshqarish va tushunish uchun texnologiyalar CSS-ni HTML bilan birlashtiradi. Chunki ular bir-biriga yaqin bo'lsa, kodlarni saqlash osonroq bo'ladi. HTML va CSS-ni aratish yoki ajratmaslik bo'yicha turli fikrlar mavjud. Lekin kompyuter uchun ajratish tarafiga o'taylik. Saytni umumiy va oddiy ko'rinishga qaytarish uchun barcha mavjud uslub attributlarini butunlay o'chirib tashlayman. Bu xususiyatlarni boshqa joyda qayta kiritaman. Head qismida sarlavha va uslub tegi uchun joy ajratishimiz mumkin. Uslub tegi ichida veb sahifa elementlarini tanlayman va ularga turli xususiyatlarni qo'llayman. Chunki bu atribut emas, balki veb sahifaning ma'lum bir qismlariga xususiyatlarni qo'llashga imkon beruvchi tegdir. Turli CSS selektorlari xususiyatlarni maxsus teglarga yoki teg turlariga avtomatik ravishda qo'llash uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan maxsus sintaksis ta'minlaydi. Stili elementi ichida body tegining matnini markazga tekislashni ko'rsataman va buning uchun VS-Code dasturiga qaytib, matn joylashuvini markazga o'rnatish uchun kerakli qoidani yozishim kerak. Bu jarayonda semikolon belgisini qo'yishni unutmaslik muhim. CS kalit qiymat juftlari uchun jingalak qavslardan foydalanadi. Xuddi C tilidagidek, lekin bu dasturlash emas. Har qanday sarlavha tegi yoki header elementi katta shrift o'lchamiga ega bo'lishi va saqlanishi kerak. Asosiy teglar CS kodida o'rtacha shrift o'lchamiga, footer teglari esa barcha sahifalarda kichik shrift o'lchamiga ega bo'lishi kerak. Kod qatorlari ko'proq bo'lsa-da, bu usulda uslublar sahifa tarkibidan to'liq ajratiladi. Va keyinchalik, agar siz men bilan bir fikrda bo'lsangiz, barcha uslublarni alohida faylga ko'chirib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Ikki kishi bir veb-saytda bir vaqtning o'zida ishlashi mumkin. Bir kishi tuzilish bilan shug'ullanadi, boshqasi uslub bilan. Turli vaqtlar uchun turli fayllardan foydalanib, yorug' va qorong'i rejimlarni yaratishimiz mumkin. Teglarni nom bo'yicha tanlab, dizayn imkoniyatlarini yaratamiz. Sahifa qayta yuklanganida tashqi ko'rinishi hech qanday o'zgarmaydi, lekin uning ichki tuzilishi va uslubi boshqacha bo'ladi. Bu yerda boshqa oynaga qaytib, buni dasturchi maxsus vositalari yordamida tekshirib ko'rishimiz mumkin. Sahifani o'ng tugmasi yoki kontrol tugmasi bilan bosing. HTML kodini ko'rish uchun tekshirish tugmasini bosing. E'tibor bering. Uslublarni o'ng tomonda ham ko'rish mumkin. Tanani bosganda o'ng tomonni kuzating. Brauzer umumlashmasi mening sahifa tanasiga qo'llanilgan barcha CSS xususiyatlarini batafsil ko'rsatadi. Matnni markazga to'g'rilash, blok ko'rinishi va displey xususiyati bilan 8 piksellik chet qismi foydalanuvchi agenti uslublar jadvalidan olingan. Brauzerlar, masalan Chrome, Edge, Safari yoki Firefox kabi standart xususiyatlarga ega bo'lib, body elementidagi kursiv shriftdagi matn esa standart uslublarni ko'rsatadi. CS bilan standartlashtirilmasa, turli brauzerlar bir xil HTML hujjatini turlicha ko'rsatadi. Chrome dasturchi vositalari VS Code va brauzer oynalari orasida o'tib yurmasdan kodni to'g'ridan to'g'ri tahrirlash imkonini beradi. Men brauzerdagi tarkibni vaqtinchalik xotirada o'zgartirishim mumkin. Left so'zini yozganimda va qiziqib ko'rmoqchi bo'lganimda matn darhol chap tomonga tekislanadi va shu holatda namoyish etiladi. Chrome CSS xususiyatlarining barcha mumkin bo'lgan to'g'ri qiymatlarini avtomatik ravishda ochiluvchi kichik menyuda ko'rsatadi. Bu yaxshi ta'lim texnikasidir.
Menga ma'lumotlarni qidirish yoki onlayn videolarni ko'rish shart emas. Brauzer mumkin bo'lgan qiymatlarni ko'rsata oladi. Agar nima yozishni unutsangiz, siz tezda borib, markazlashtirish uchun orqaga qaytib bekor qiling. Men yana ko'proq mashq qilishim mumkin. Shrift o'lchamlarini qanday o'zgartirish mumkin? Sarlafa uchun shrift o'lchamini katta qiling. Texnologiya kompaniyalari orasida kichik, o'rta va katta o'lchamlarning ta'riflarida kelishmovchiliklar mavjud. Katta o'lcham nimani anglatadi? Men ma'noni aniqroq yetkazish uchun batafsilroq bo'lishim mumkin. Matn o'lchamini desktop nashriyotda 18 point qilib belgilash mumkin. Buni kattaroq qilish uchun 24 pointgacha o'zgartira olaman. Men piksellar bilan ishlay olaman. Piksellarni juda oddiy tarzda 36 yoki 360 ga o'rnatishingiz mumkin va u ekran o'lchamidan oshib ketsa ham dinamik ravishda chiroyli tarzda moslashadi. Uslublarni to'g'ridan to'g'ri inspektorda o'zgartiring. Brauzer dasturchi vositalarining tarmoq bo'limi chipi ma'lumotlarini elementlar bo'limi ishchimini va uslublar bo'limi CSS ni ko'rsatadi. Bu esa zamonaviy va qulay vositalar yordamida veb dasturlashni o'rganish va o'zgartirishga juda foydali yordam beradi. VS Code'da elementlarni tanlashning yana bir usulini tanishtiraman. Ro'yxatdan elementlarni ularning turi bo'yicha tanladik. HTML taglar body, header, main footer bo'lishi mumkin va CS ham o'z ichiga klasslarni oladi. Bu Python, Java va boshqa tillardagi klasslardan farq qiladi. CS klasslari elementlar bilan xususiyatlarni bog'laydigan maxsus kalit so'zlardir. Matn tekislash, shrift o'lchamlari kabi uslublarni maxsus teg bog'lanishlarsiz qayta ishlatish mumkin. Siz bular uchun taxallus yaratishingiz mumkin. Har safar elementlarni markazga joylashtirganda, men Centered deb nomlangan klassdan foydalanaman. Biror narsani katta qilish uchun klassidan foydalaning. O'rta o'lcham uchun medium klassini va kichik o'lcham uchun small klassini yarating. Nuqtalar nima uchun ishlatiladi? CS ixtirochilari tag turlarini va tag nomlarini klasslardan farqlash uchun nuqta qo'yishgan. Bu orqali brauzerga o'zlari mustaqil ravishda foydalanuvchi tomonidan yaratilgan klass nomlarini ko'rsatishgan. Nuqtalar klass nomlarining boshlanishini anglatadi. Bu elementlarni qanday ishlatish kerak? Sahifaning pastiga tushishga ruxsat bering. Klass nomlari va HTML o'rtasida hech qanday bog'liqlik mavjud emas. Men klass atributlarini belgilay olaman va endi menga ruxsat bering. John Harvard katta bo'lishi kerak. Asosiy sahifaning mazmunli qismi o'rtacha, sahifaning pastki qismi kichik o'lchamda bo'lsin. Va albatta, bularning barchasi markazlashtirilgan holatcha jo'lishi lozim. Siz qayta foydalaniladigan izlarni yaratishingiz va belgilar chegarasi bilan yangilarini o'g'irlab topishingiz mumkin. Bu va boshqa teglarda foydalanish uchun sizda klasslar plani mavjud. Murakkab veb saytlarda, masalan Harvard, Yale va Google kabi juda ko'p teglarga ega bo'lgan saytlarda klasslar, teglarni qayta ishlatish va matnni nusxalashdan qochish uchun hozirda juda foydali bo'lishi mumkin. Keling buni yanada rivojlantiraylik. Tepaga va pastga aylantirish ortiqcha. CSS ni alohida faylga ko'chirish kerak. Menga buni belgilab kesib olishga ruxsat bering. Keling, uslub teglarini olib tashlayman. Terminal oynada mening xohishimga ko'ra Stylisys nomli yangi fayl yarataylik. VS Code bu qatorlarni tekisladi. Ko'zdan yiroq, ko'ngildan yiroq. Head ichida uslub tegini stil. Sys ga teng bo'lgan href va stili sheet ga teng bo'lgan rel bilan almashtiring. Keyin esa faylni yopib, sahifaning head qismida yangi uslublar qo'shishni boshlashimiz mumkin. Odatda faqat shu ishlatiladi va uni qidirib topish kerak bo'lishi mumkin. RefC dasturlash tilidagi include yoki Pythondagi import kabi avtomatik tarzda ulash kerak bo'lgan faylga ishora qiladi
va uning ushbu faylga bo'lgan munosabati xususiyatlar jadvali hisoblanadi. Keling, bu ajoyib usullardan foydalanib, endi yanada chiroyli va vizual jihatdan qiziqarliroq narsalarni birgalikda yaratamiz. Menga buni qilishga ruxsat bering. Menga ushbu sahifani yopishga ruxsat bering. Keling, men avval yali faylidan bizning eski Linkhtml nomli faylni ochib ko'rib chiqaman. Keling, Harvard Edu saytiga qaytamiz va havolani boshqacha, aniqroq va yanada chiroyliroq tarzda sifatli ko'rinishda o'zgartiramiz. Bu sahifani ochganimizda havolani ko'rdik. Linkhtml ga qaytganda qora tagidagi chiziq bu oddiy matn emas, balki havola ekanligini aniq va ravshan ko'rsatib turadi. Binafsha rang brauzerda oldin tashrif buyurilgan havolani bildiradi. Safsha rangdagi havolalar tashrif buyurilgan, ko'k rangdagilari esa tashrif buyurilmagan havolalarni bildiradi. Bu standart holat. Aytaylik, men buni o'zgartirib, ranglarni qizilroq qilmoqchiman. VS Code'da samaradorlik va qulaylik uchun keling, muhokama uchun bir qadam orqaga qaytib, darsda yanada osonroq va samaraliroq bo'lishi uchun uslub tegini qayta qo'shaman. Agar ishonchli bo'lsa, uni alohida faylga ko'chirish mumkin, lekin hozircha sodda usulda qoldiramiz. Keling, bu havola tegini bezaymiz. Mening HTML sahifadagi havola tegim qisqacha A deb belgilangan. Quyidagi xususiyat bilan qizil rangda bo'ladi. Tagga qaytaman. Qayta yuklashda matn qizil va tagiga chizilgan bo'lib ko'rinadi. Agar tagiga chizilganini olib tashlamoqchi bo'lsangiz, jingalak qavs ichida biz hali ko'rmagan yangi matn bezak xususiyati qiymati endi noniy bo'ladi. Brauzer sahifasini qayta yuklaganimda matn tagiga chiziq qo'yilmasdan qizil rangda qoladi. Bu bugungi kunda keng tarqalgan. Foydalanuvchanlik uchun shuni e'tiborga olish kerakki, odamlar ko'rish sifati tufayli qizil rangni qora yoki boshqa ranglardan ajrata olmasligi mumkin. Foydalanuvchanlik uchun tag chiziqlarni olib tashlashda havolalar orasidagi rang kontrastini yetarli darajada ta'minlang. Hozircha shuni qoldiraman. Desktop qurilmalarda foydalanuvchi havola ustiga sichqonchani olib borganda ko'rsatiladi. Uni tagiga chiziq qo'yaman. Mobil qurilmalarda sichqoncha bilan emas, balki ekranni bosish orqali amalga oshiriladi. Lekin CSda buni qanday qilishni ham ko'rsatib beraman. Havola tegi ustiga sichqoncha kursori olib borilganda, brauzer tanigan maxsus kalit so'z yordamida matn bezagi vaqtinchalik tagiga chiziq bo'lib o'zgaradi va brauzer oynasini yangilaganda bu interaktiv xususiyat yaratadi. Sichqoncha ustiga keltirilganda chiziq paydo bo'ladi. Bu soch tarkibida ko'proq dinamizmni qanday amalga oshirishni ko'rsatadi. Havola teglari ushbu sahifadagi barcha havolalarga qo'llaniladi. Agar bu natija kutilmagandek bo'lsa, men muqobil variantni taklif qilaman. Men sizga xususiyatlarni quyidagicha aniq va to'liq tarzda belgilashni taklif qilaman. Keling, bekor qilib faraz qilaylik, biz Garvardga yoki havola manzili xtips bo'lgan joyga tashrif buyuramiz. forward/u edu yopish qavslar yel. Garvard yoki yelga tashrif buyuring. Ular ikki xil havola bilan sahifada joylashgan. Bu stillarni qanday o'zgartirish mumkin? Buni mening stil atributimda bajaray. Garvard havolasini qizil qilish. Buni qanday amalga oshirish mumkin? Men hali aniq bilmayman. Bu qanday bajariladi? Ushbu tegni uslublash uchun unga noyob identifikator bering. Ushbu havola tegiga noyob identifikator, masalan Harvard yoki o'zingiz xohlagan nom bering va boshqa teg uchun ham xuddi shunday yo'l tutib, kerakli identifikatorni biriktirib qo'yishingiz mumkin. Ikkinchi havola tegiga yali identifikatorini kichik harflar bilan qo'shing. CS selektorlari tur.
nom va klass bilan bir qatorda IDEni ham o'z ichiga oladi. Garvard elementini tanlash uchun noyob identifikator yarating. Buni qanday ifodalash mumkin? Nuqta o'rniga panjara belgisini ishlating va Garvard so'zini qizil rangda jingalak qavslar ichiga yozing. Jingalak qavslar ichiga ko'k rangni yozing. Photoshop va multimediada ranglarni ifodalash uchun 16 lik kodlardan foydalanishimiz mumkin. Chunki bu yaxshi xotiralarni qaytaradi va tasvirlarni ko'rsatishda juda qulay hisoblanadi. Ranglar o'rniga qizil yoki ko'k ranglar o'rniga klass nomlari bilan farqlanadigan hash belgisi qiymatlarni ifodalashi mumkin. Rang kodlarini CS bilan birlashtirish. FF16 lik soni maksimal qizil 0, yashil 0, ko'k rangni bildiradi. Hash belgisida qizil yo'q, yashil yo'q, yuqori ko'k rang bor va bu yerda pastda o'xshash ranglarni to'liq ravishda ifodalaydi va ko'rsatadi. Men endi matn bezagini qo'shmayman. Sahifa endi yangilangandan so'ng qizil Harvard havolasi va ko'k Yali havolasini aniq maqsadli formatlash bilan chiroyli tarzda ko'rsatadi. Boshqa usullar ham mavjud. Atribut selektorlari elementlarni ularning atribut qiymatlari asosida tanlaydi. Web dizayn hujjatlarida bularni qanday tanlashni albatta keyinchalik boshqa manbalardan bilib olasiz va o'rganasiz. Bu selektorlar bizga kerak emas. Identifikatorlar noyob bo'lishi kerak. Shuning uchun Garvard bilan bog'liq elementlar uchun Harvard nomli klass ishlating. Yali nomli klass yarating. Identifikator o'rniga Harvard va Yali ga teng bo'lgan klassni yozishimiz mumkin. Ushbu misolga tegishli bo'lmasa ham, bu klassni turli elementlarda ishlatish mumkin. Identifikator noyob bo'lishi kerak va qayta bir necha marta ishlatilmasligi sizning yoki mening xatoyimiz hisoblanadi. HTML kabi faqat teglar va atributlar asosiy hisoblanadi. CS dizaynda sodda va qulay bo'lib, HTML esa veb sahifalar uchun ko'proq xususiyatlar va keng qamrovli imkoniyatlarga ega bo'lgan dasturlash tili hisoblanadi. Onlayn ma'lumotlardan foydalanib, vaqt o'tishi bilan so'z boyligini to'plang. CSS qanday qilib veb sahifa ko'rinishi, bezagi va dizaynini juda chiroyli tarzda yaxshilashini batafsil ko'rib chiqaylik. VS Code'dan kodni nusxalab olaman. Men bugun oddiy telefon kitobchasi misolini olib keldim. Unda 3 kishining ma'lumotlari aniq ko'rsatilgan. Faylni sekin ochganingizda terminal oynasini yopib bo'lgach, HTML jadvalidan chiroyli tuzilgan telefon kitobchasi aniq ko'rinadi. Jadval ichida rasmiylik uchun yangi teglar kiritilgan. Jadval sarlavhasida 2 tegi qatori bilan sarlavhalar mavjud bo'lib, ular jadval boshini tashkil etuvchi tiyat qismida joylashgan hisoblanadi. Qisqa qiling. HTML jadvallarida sarlavhalarni ma'lumotlardan ajratish uchun, garchi men oldinroq yaratgan telefon tugmachalarini ko'rsatish uchun tuzilgan jadvalim to'g'ri bo'lsa-da, sarlavhalar uchun tiyat va tarkib uchun tibodiy qo'shiladi. Men hammasi sarlavhasiz jadval tanasi deb hisoblab kelayotgan edim. Jadval sarlavhalar uchun TD elementi o'rniga th dan foydalanish brauzer uchun matnning semantik ma'nosini to'g'ri tushunish imkonini beradi. Jadval sarlavhasi odatda qalin shriftda bo'lishi kerak. Biz buni o'zgartirishimiz mumkin. Jadval 3 kishini Yuliya, David va Jonni ularning raqamlari alohida qatorlarda ko'rsatadi. Direktoriya indeksini qayta yuklagandan so'ng Phonebook HTML paydo bo'ladi, lekin ma'lumotlarning ko'rinishi ko'zga yoqimsiz. Ushbu faylda ma'lumotlar CSS siz mavjud. Maxsus CSS xususiyatlarini va chegaralarini yozish o'rniga oldindan belgilangan chiroyli jadval uslublariga ega bo'lgan uchinchi tomon kutubxonalaridan foydalanib, ko'rinishni oson
va samarali tarzda yaxshilaymiz. Bu bizga frameworklar haqida gaplashish imkonini beradi. Web dasturlashda framework bu uchinchi tomonidan yozilgan kutubxona. Mavjud frameworklardan foydalanish boshqalar allaqachon ishlab chiqqan asosiy qoidalarni va estetik jihatlarni qayta yaratmasdan loyihalarni oson va samarali tuzishga yordam beradi. Muammoga e'tibor qarating. Biznes haqida qayg'uring. Mahsulotning tashqi ko'rinishiga emas, balki uni yaratishga e'tibor qarating. Bootstrap veb saytlarga kiritilishi mumkin bo'lgan mashhur XML va CSS framework kutubxonasidir. HTML teglarini qo'shish va to'g'ri joylash orqali kontentni ancha chiroyliroq va jozibali ko'rsatadi. Ruxsat bering, buni men qilay. Ruxsat bering. Ikkinchi telefon kitobi misolini ko'chirib olaman. PhonebookTML faylini ochganda quyidagi o'zgarishlarni kuzating. Link tegi Bootstrap Minx ga mutlaq URL manzilini ko'rsatadi. Bu bulutda saqlangan kichiklashtirilgan CSS fayl. Bu safar men sahifamning yuqori qismiga link tegini qo'shdim. Lekin u avvalgidek stylus. Siz kabi o'zimning faylimga emas, balki boshqa manzil ishora qiladi. Faylning hajmini kamaytirish maqsadida Bootstrap Minx faylidan ortiqcha bo'sh joylar olib tashlangan. Faylda jadval tegi tabli qiymatiga ega bo'lgan klass atributidan foydalanadi. Bu yerda pastroqda terminal oynasini yopganimda ko'rinib turadi. Buning sababi nima? Bootstrap hujjatlariga ko'ra, agar siz ularning uslublarini va jozibali ko'rinishini ishlatmoqchi bo'lsangiz, barcha XML jadvallariga emas, faqat o'zingiz xohlagan tabli klassini qo'shing. Hujjatlarda ikkita jadval sarlavhasiga scopy equals ustunini qo'shish tavsiya etilgan, lekin ma'lumotlar o'zgarmay qolgan. Men avvalgi ko'rinishda bo'lgan brauzer oynasiga qaytaman. U yerda hech qanday CSS uslublari umuman mavjud emas. CSS qo'shganimda ham mening sahifalarim ko'rimsiz bo'lib qolaverardi. Bootstrap CSS ni fayl sifatida qo'shib va men ko'rsatgan muhim atributlarni kiritib, yangi uslublangan telefon kitobchasini qayta yuklaganda nima sodir bo'lishini diqqat bilan kuzating. Yaxshiroq ko'rinadi, lekin oq-qora bo'lib turibdi. Rasm qora va oq rangda qoladi, bezaksiz. Shrift standartdan farq qiladi. Shrift serif turidan sans serif turiga o'zgardi, kamroq bezakli. Ism va raqamlar avtomatik ravishda qalin qilinadi. Qiymatlar orasidagi kattaroq oraliq o'qishni osonlashtirganini sezasiz. Pullang chiziqlar har bir qatorni ajratib turadi. Markdown oq maydonga, qalin shriftga, shrift o'lchamiga yoki formatlashga e'tibor bermagan holda ancha chiroyliroq, ko'zga yoqimli va o'qish osonroq tarzda ko'rinadi. Kutubxona buni o'zi bajaradi. Boshqa xususiyatlar ham bu yerga qo'shilishi mumkin. Hujjatlarni o'qish TableStreet klassga qo'shilishi mumkinligini ko'rsatadi. Klass atributlari bir nechta so'zlardan iborat bo'lib, ular probel bilan ajratilgan bo'lishi mumkin. Hujjatlarda jadvalga TableStreet klassini qo'shish mumkinligi ko'rsatilgan. Qayta yuklaganda navbatma-navbat qatorlar juda chiroyli yo'l-yo'l bo'lib ko'rinadi. Bu ma'lumotlarni o'qishni osonlashtiradi va ko'rinishini yaxshilaydi. Qatorlar ajratilishi aniqroq bo'ladi. Bootstrap kabi frameworklar sizga tayyor va oson yechimlarni qayta kashf qilmasdan, veb saytlarni tezroq, yaxshiroq va chiroyliroq qilishga amaliy yordam beradi. Agar badiiy did egasi bo'lsangiz, o'zingizga kerakli va maxsus CSS kodlarini yaratishingiz va moslashtirishingiz mumkin. Bootstrap hujjatlari shu yo'li manzilda joylashgan. CS50 loyihalarda tashqi ko'rinishni samarali boshqarish uchun Bootstrap klasslaridan foydalaniladi. Faqat bitta til qoldi. To'g'ri dasturlash tili funksiyalar, argumentlar, skilllar va shartli operatorlarni o'z ichiga oladi. JavaScriptga o'tishdan oldin 5 daqiqalik tanaffus qilaylik.
Uchinchi, dasturlash tilimiz JavaScriptni bugun batafsil ko'rib chiqamiz. Chunki u hammamiz uchun juda muhim dasturlash tilidir. Dasturlash tillari funksiyalar, argumentlar, skillar, shartlar va boshqa elementlardan foydalanadi. Keling, JavaScriptni Pythonga o'xshab, uning barcha asosiy imkoniyatlarini tushunish uchun tezda va qisqacha ko'rib chiqaylik. Chunki bugun biz faqat yuzaki tanishamiz. JavaScript mijoz va server tomonida veb-saytlar, turli xil dasturlarni ishlab chiqish va ilovalarni to'liq yaratish uchun ishlatilishi mumkin. Keling, oddiy HTML sahifasi va uning DOM tuzilishini ko'rib chiqaylik. Bu HTML brauzer tomonidan yuklab olingandan va qayta ishlangandan so'ng kompyuter xotirasida qanday tashkil etilganligini aks ettiradi. Bu asosiy sintaksis va imkoniyatlar haqida tushuncha beradi. Ammo kelajakdagi loyihalaringizda JavaScriptni qo'llash va yanada chuqurroq o'rganish uchun ko'proq vaqt sarflashingiz kerak bo'ladi. Veb sahifa faqat salom sarlavhasi va salom matnini ko'rsatadi. DOM vaqt o'tishi bilan rivojlansa yaxshiroq bo'lmasmidi? C va Python foydalanuvchi kiritgan ma'lumotlar asosida dinamik ma'lumotlar tuzilmasini qo'shish va olib tashlash imkonini beradi. Bugungi kundagi ko'pchilik veb sahifalar statik emas, balki dinamik tarkibga ega. Ehtimollik o'zgarish sodir bo'layotganini ko'rsatadi. Agar emailingiz pochta qutisini, misol uchun Gmail yoki Outlook dasturlarida ochib kuting, yangi xatlar albatta paydo bo'ladi. Email pochta qutilari asosida texnik jihatdan stek shaklida ishlaydi. Email steklar XMLda qanday amalga oshiriladi? Ma'lumotlar jadvallari har bir qabul qilingan xat uchun qatorlarni o'z ichiga oladi. Dastlabki ulanishdan so'ng serverdan qo'shimcha xatlarni qanday qabul qilish mumkin? Python kabi server texnologiyalari va JavaScript kabi mijoz tomonidagi tillar sahna ortida ko'proq va ko'proq veb sahifalar va asosiy DOMni yangilash uchun serverlardan ma'lumotlarni olishi mumkin. Buni qanday qilishimiz mumkin? Keling, JavaScript nima qila olishini ko'rib chiqaylik. JavaScriptdagi mantiqiy ifodalar xuddi Scratchga o'xshab, XY dan kichik kabi qiymatlarni solishtirish uchun afsuski, yana qaytadan qavslardan foydalanishga to'g'ri keladi. Shuning uchun jingalak qavslar JavaScript shartli operatorining tuzilishini ko'rsatadi. Bu C tiliga o'xshab ko'rinadi. Agar biz hozir Scratch, JavaScript va C dasturlash tillaridagi if else operatorlarini ko'rib chiqsak, if else if shartli operatorlari bir xil tuzilishga ega ekanligini ko'ramiz. Lekin Python else ifni qisqartiradi. JavaScript va C esa else ifni bo'sh joy bilan ishlatadi. JavaScriptda o'zgaruvchilar qanday ishlatiladi? O'zgaruvchilarda qiymatlarni saqlash uchun JavaScript va Scratch dasturlash tillarida hisoblagichni avval boshlang'ich holatda nolga tenglashtirasiz. Eng oddiy usul let kalit so'zidan foydalanish bo'lib, u brauzerdan o'zgaruvchi yaratishni so'raydi. Hisoblagich o'zgaruvchisini ga boshlang'ich qiymatini berish. JavaScript ko'p hollarda nuqtali virgullarning yo'qligini qabul qiladi. Bir xillikni ta'minlash uchun biz ularni bu yerda ishlatamiz. Hisoblagichni birga oshirish uchun hisoblagich teng hisoblagich plus bir qiymatni JavaScriptda tayinlash operatoridan o'ngdan chapga qarab foydalanib amalga oshiriladi. Hisoblagich teng hisoblagich plus 1, xuddi C va Pythondagi kabi. C'da oshirish va kamaytirish operatorlari yana mavjud. JavaScript o'zgaruvchilarni oshirish yoki kamaytirishga imkon beradi. Skillar qanday ishlaydi? Scratch buyruqlarni 3 marta takrorlay oladi. JavaScript sintaksi C ga o'xshaydi. Butun son uchun int o'rniga let ishlatiladi. JavaScriptda i o'zgaruvchisini yarating. i++ yordamida i ni 3 marta oshiring. Bundan keyin nima qilishimiz mumkin? Scratchda forever bloki mavjud. Biror narsa cheksiz davom etadi.
JavaScriptda while true operatori va kalit so'zi jingalak qavslar orasidagi kodni cheksiz ravishda va to'xtovsiz takrorlanib turishini to'liq ta'minlaydi. HTML tuzilmasini qayta ko'rib chiqsak, JavaScript kodini joylashtirishning bir nechta usullari mavjud bo'lib, ularning har biri turli maqsadlarga xizmat qiladi. Sahifaning head qismiga stil yoki link teglari kabi skript tegini qo'yib, uning ichiga JavaScript kodini joylashtiringiz mumkin. Ayniqsa onlayn hujjatlarda JavaScript kutubxonalari uchun tavsiyalarni ko'rganingizda bu imkoniyatlar qatorini to'liq tushunib olasiz va o'zingiz yozgan kodlarni joylashtira olasiz. Dasturlash tillarini aralashtirish yaxshi emas va boshqa usullar ham mavjud. Manba elementli skript teglari boshqa tashqi javob fayllarini yoki URL manzillarini aniq va to'g'ri ko'rsatishi mumkin bo'lib, ulardan kerakli kodlarni olish imkoniyati mavjud. Sirchi atributi bilan skript tegi JavaScript kodi. Tashqi manbadan kelayotgan bo'lsa ham, yopuvchi tegni talab qiladi va bu biroz g'alati tuyulishi mumkin. Skript elementi ichida hech qanday JavaScript kodi bo'lmasa-da, elementning tugaganligini aniq ko'rsatish uchun biz ochiluvchi qavsdan keyin /script yopiluvchi qavs bilan yopishimiz kerak. Skript teglari sahifa tanasiga yoki pastki qismiga, ya'ni sahifadagi boshqa elementlardan keyin fayl havolasi bilan birga joylashtirilishi mumkin. Chunki operatsiyalarning bajarilish tartibi juda ham muhim hisoblanadi. Ushbu murakkab nozikliklardan hozircha chetlashib, JavaScriptning o'zining asosiy imkoniyatlariga to'liq e'tibor qaratish mumkin. Bu esa bizni dastlabki boshlagan joyimizga, ya'ni Scratch dasturlash muhitiga qaytaradi. Brauzerda JavaScript hodisalarga asoslangan. Scratch dasturidagi tarqatish funksiyasi kabi bir element boshqasiga signal yuborishi mumkin bo'lgan. JavaScript brauzerlarida elementlar o'rtasida aloqani ta'minlovchi ko'plab hodisalar va amallar mavjud bo'lib turadi. Foydalanuvchilar maydon qiymatlarini o'zgartirishi, matn maydonlarini bosish orqali fokuslanishi, bir joydan boshqa joyga elementlarni surish, sichqoncha harakatlardan foydalanishi yoki mobil ekranlarga barmoqlarini tekkizib ishlatishi mumkin. JavaScript brauzer hodisalarini tinglab, ularga javob berishi interaktiv veb sahifalarni yaratishga imkon beradi. Masalan, xatlarni yuklab olish yoki aylantirish paytida xaritalarni yuklash. Bu tilda yozilgan kodlar serverdan qo'shimcha ma'lumotlarni olish, foydalanuvchi harakatlarga javob berish va sahifani yangilash imkoniyatini beradi. Google Maps kabi xarita xizmatlarida sichqonchani bosib, sudrab olib borish orqali yangi hududlarni ko'rish mumkin. Keling, JavaScript nimaga qodir ekanligini ko'rib chiqamiz. VS kodiga qaytaman. Kelloxtimil nomli yangi fayl yaratib, keyin uni saqlash uchun bir necha bosqichlarni bajarib, oldingi kodimdan namuna sifatida foydalanib, uni ko'chirib olaman. Salom deb aytadigan va foydalanuvchilarga o'z ismlarini kiritishga imkon beradigan oddiy interaktiv sahifa yarataman. Terminal oynasini yopib, sarlavhani doim bo'lgani kabi o'zgartirib, standart tanani olib tashlab, boshqa tillarda qilganimizdek. Keling, men endi bu yerda shakl tegini yaratib, uning ichiga kerakli elementlarni joylashtirib chiqaman. Kiritishni mashq qilish uchun avtoto'ldirishni o'chiramiz. Qo'lda bosishdan qochish uchun avtofokusni yoqamiz. Shaxsni aniqlash uchun kiritish maydoniga nom kabi noyob identifikator bering. Nom bilan to'ldiruvchi matn foydalanuvchilarga matnni kiritish uchun odatiy tarzda yordam beradi va oson tushunishga imkon yaratadi. Men nima qilmoqchiman? Yuborish turi bilan oddiy va qulay tugma yaratish uchun biz turli xil usullarni ko'rib chiqdik. Sahifani qayta yuklab, Hello.html ni ko'rib chiqay. Ushbu faylda oddiy shakl paydo bo'ladi. Ismi bilan yuborish tugmasini bosganida URL manzilida savol belgisi paydo bo'ladi. Bu brauzerdan serverga yuborilganini ko'rsatadi, lekin hech narsa kelmaydi. Tinglamalar mavjud emas. Nega shunday? Matn maydonida
ID va name atributlari to'g'ri bo'lishi uchun yaxshilab tekshirib kerak bo'ladi. Men namega teng deb aytmagandim. Name navbat yoki emailga teng bo'lishi mumkin. Chunki biz aniq ko'rganmizki, kiritilgan ma'lumotlar serverga yuborilmasligi mumkin holatlarda ham tugma bosilganda shakl ma'lumotlari yuboriladi. Nomi bo'lmagan maydonlar formada to'g'ri kiritilgan bo'lsa ham serverga yuborilmaydi. Mening maqsadim foydalanuvchiga salom aytish, server tomoniga emas. Python qayta kiritilmaguncha tarkib yaratish vositalariga ega emasmiz. Server tomoni men mijoz tomonida ishlov berishni xohlayman. JavaScript, HTML va CSS kabi serverdan brauzerga yuklab olinadi va sizning kompyuteringiz, noutbukingiz yoki telefoningiz kabi shaxsiy mijoz qurilmalarida bajariladi. Shuni aniq tushunishingiz kerak. Bu jarayon hozirgi kunda biz foydalanayotgan texnologiyalarda shu tarzda ishlaydi. Mijoz tomonidagi bajarilish boshlanishidan oldin serverdan ma'lumotlar kelishi kerak. Foydalanuvchilarni yaxshi kutib olish uchun mijoz tomonidagi JavaScript kodi ularning ismini veb formadan olib ekranda to'g'ri ko'rsatish kerak. Bu qanday amalga oshiriladi? Shakl elementi ushbu ro'yxatdagi kalit so'zlarga o'xshash boshqa atributni ham haqiqatdan qabul qilishi mumkin ekan. HTML yuborish hodisalarini boshqarish uchun onSubmit atributini o'z kodingizda va veb sahifangizda istagan narsani bajarish uchun taklif qiladi. Agar men funksiyani chaqirmoqchi bo'lsam, greet funksiyasini chaqiring. Men ushbu shaklning yuborilishini xohlamayman. Forma topshirilishining oldini olish uchun nuqtali verguldan keyin falsi qiymatini foydalanuvchiga serverga yubormaslik maqsadida qaytaring va buning o'rniga greet funksiyasini salomlash uchun chaqiring. Falsi qiymatini qaytarish formani serverga topshirilishining oldini oladi. Bu kodni qanday ishlatishim mumkin? Greet funksiyasi JavaScriptga o'rnatilmagan, lekin boshqa tillardagi kabi funksiyalar yaratish mumkin. Yuqoriga qaytib, sodda usulda tushuntiray. Titli tegi ustida script tegini yarating. Keyin uning ichida JavaScript funksiyasini aniqlang. C va Pythondan farqli bo'lsa ham, natija bir xil bo'ladi. JavaScriptda yangi funksiya e'lon qilish uchun funksion kalit so'zini yozing. Bu funksiyaga nom bering. Men uni greet deb nomlaman. Caves ichida funksiya argumentlarini qabul qilishini ko'rsating. Keyin jingalak qavslar ichida funksiyani amalga oshiring. Foydalanuvchilarga qanday salomlashish ko'rsatilishi kerak? Bu qanday ifodalanadi? Keling oddiy qilib saqlaymiz. JavaScriptning o'rnatilgan alert funksiyasidan foydalanib, salom, dunyo degan yaxshi bir matnni kompyuter ekranda ko'rsatish uchun foydalaning. Qo'shtirnoq va nuqta vergul. Greetdan farqli ravishda alert funksiyasi til bilan birga keladi. Brauzerda qayta yuklayman, David deb kiritaman. Yuborish tugmasini bosaman va natijani kuzataman. Brauzer oynasining xunuk va noqulay o'rta qismida aytilganidek, Hello World so'zlari paydo bo'ladi. Bu kiritilgan ism bilan bog'liq emas, lekin buni to'g'rilashimiz mumkin. OK tugmasini bosing. Hello World so'zini yozishdan oldin VS kodiga qayting. Name o'zgaruvchisini dasturimizning eng muhim qismi bo'lgan document query selector funksiyasiga hozirgi vaqtda to'g'ridan to'g'ri tenglashimiz kerak. Ismning qiymatini saqlovchi muhim parametr belgilanmagan bo'lishi mumkin. Ko'p narsani tushuntirish kerak. Nima bo'lyapti? Esda tutingki, Python va C tillarida struktura yoki obyektlarga kirish uchun nuqta operatoridan foydalanishingiz mumkin. Bu yerda sodir bo'layotgan narsa ham shuni tushuntiradi. JavaScript brauzerlarida domenga murojaat qiluvchi global dokument o'zgaruvchisi mavjud. Dokument ichida query selector deb nomlangan maxsus metod yoki funksiya mavjud bo'lib, biz uni ishlatishimiz mumkin. Query selector elementlarni tanlash uchun CS tanlash sintaksidan xuddi bir xil foydalanadi va oddiy ko'rinadi.
Siz sahifa elementlarini ularning nomi yoki turi, masalan body, header, main yoki footer orqali tanlashingiz mumkin. Elementlarni klasslar, edilar yoki siz xohlagan boshqa usullar va texnikalar orqali aniq tanlash va belgilash mumkin. Avvalroq men ushbu HTML kiritish maydoniga name isini bergan edim. CS'da bu idga murojaat qilish uchun hash belgisidan so'ng identifikator nomini yozing. Name idli elementdan qiymatni olish uchun dokumentga kirib, query selector metodidan foydalanib, inson tomonidan kiritilgan ma'lumotni topishimiz va uni o'ng tomondan chap tomonga qarab name nomli o'zgaruvchiga saqlashimiz kerak bo'ladi. Bunday jarayon orqali biz HTML formasidagi input maydoniga kiritilgan qiymatni dasturimizda ishlatishimiz mumkin. Foydalanuvchi uchun ogohlantiruvchi xabarni qo'shing, Python metodlariga o'xshash. Bo'sh joydan keyin bizning eski do'stimiz plus operatorini qo'shtirnoq ichida qo'shing, vergul va salom so'zini ismni birlashtirish uchun. C tilida ataylab qilinganidek, qo'shtirnoq satrlarni, birtirnoq esa belgilarni ifodalash uchun ishlatiladi. Pythonda satrlar uchun qo'shtirnoq yoki birtirnoqdan foydalanish mumkin. JavaScriptda satrlar uchun qo'shtirnoq yoki birtirnoq ishlatiladi. Bunda asosan dasturchilar orasida odatiy holda birtirnoq ko'proq uchraydi. Bu odat qabul qilinadi. Endi men boshqa brauzer sahifasiga qaytib, qayta yuklayman. Submit tugmasini bosib, kattalashtirganida salom, David yozuvini ko'ramiz. Men satrni dinamik tarzda yaratdim. OK tugmasini bosganingizdan keyin e'tibor bering. URL panelini ko'rib chiqish forma yuborilmaganini ko'rsatmoqda. URLda so'roq belgisi yoki kalit qiymat juftliklari mavjud emas. Bu holat yuz bermoqda. Mijoz tomonida bu bilan yana nimalar qila olaman? HTML ochiq JavaScript kodini o'z ichiga oladi. Bu esa turli tillarning aralashib ketishiga olib kelganligi sababli yaxshi emas. Buni qanday olib tashlash mumkin? Men buni turli usullarda qila olaman. Davom etamiz. Yuborishni olib tashlang. Shakl va ikkita kiritish maydonini avvalgi holatda qoldirib, yaxshilab saqlab qo'ying. Quyidagi skript tegini yuqoridagini ehtiyotkorlik bilan olib tashlagandan keyin pastga tushib qo'shaman. Muammolarni oldini olish uchun hamma narsani sahifa pastiga ko'chiraman. Nima qilishim kerak? JavaScript ishlaydi. JavaScript DOM elementlarini maxsus funksiyalar yordamida so'rov qila oladi va ularning barcha hodisalarini avtomatik ravishda kuzatishi va boshqarishi mumkin. Sizga submit atributi kerak emas. Kod bularning hammasini bajarishi mumkin. Men buni qanday qilaman? Menga buni qilishga ruxsat bering. JavaScript o'zgaruvchisi formni mening sahifamdagi yagona formni tanlab olish uchun dokument. Query selector form ga bitta qo'shtirnoq ichida tenglang. Element turini yoki nomini tanlashda forma uchun hash belgisi yoki nuqta belgisi qo'yish kerak emas. Chunki biz uni nomi orqali tanlaymiz. Ushbu o'zgaruvchi bilan nima qilish mumkin? Form nuqta va yangi metodni ishlatishim mumkin. Sahifalar vebda ko'rsatiladi. Sahifa elementlarini yaratgandan so'ng, advent listini ro'yxatdagi submit kabi ma'lum hodisalarni kuzatib boradi va sahifada yangi o'zgarishlar yuz berganda ularni darhol qayd etib oladi. Bu jarayon elementning holatini nazorat qilish imkonini beradi. Chunki advent listener metodini chaqirgandan keyin sahifaning istalgan qismida paydo bo'lgan hodisalarni kuzatishni boshlaydi. Buni qanday qilishim mumkin? Bu funksiya bitta argument qabul qiladi. Ushbu matn maydoniga ega formada va uning ichidagi matn qutisida tinglash kerak bo'lgan eng tegishli va muhim hodisa submit hisoblanadi. Forma yuborilganda siz kerakli bo'lgan ishlovchi funksiyani avtomatik tarzda chaqiring. Grade o'chirilganligi sababli mavjud emas. Bu yerda nima sodir bo'layotganiga e'tibor bering. Buni biz Pythondan tashqari kamdan kam qilardik. Shakl o'zgaruvchilari advent listener funksiyasini chaqiradi. Grade funksiyasini chaqirish uchun submit tugmasining hodisasiga yangi hodisa tinglovchisini avtomatik tarzda qo'shadi.
Funksiya nomini uzatish. Funksiya nomidan keyin qavslardan foydalanmaslik greetni chaqirishdan qochadi. Men brauzerda chaqiriladigan hodisa tinglovchisi sifatida salomlashuvni ro'yxatdan o'tkazmoqchiman. Salomlashuv funksiyasini qanday amalga oshirsam bo'ladi? Men buni kodning yuqori qismida bajara olaman. Keling, funksion salomlashuvidan foydalanamiz. Funksiya ichida avvalgidek o'xshash usulda biz ism o'zgaruvchisini dokument query selector ism metodiga tenglashtirib, sahifadagi ma'lum noyob identifikator qiyiga ega bo'lgan elementni olamiz va qiymatini olishimiz mumkin. Hushyorlik funksiyasidan foydalanib, salom so'ziga konkatenatsiya operatori yordamida ismni qo'shing. Forma yuborilganda odatiy holda biz ularni aniq serverga yuborish uchun yuborishimiz kerak bo'ladi. Bu xatti-harakatni oldini olish kerak. Buning oldini olish uchun hodisa ishlovchisiga return false qo'shing. Buning yaxshiroq usuli bor. Hodisa tinglovchisini greet funksiyasi bilan qo'shish jarayonida siz xohlaysizmi yoki yo'qmi, hodisa argumenti avtomatik tarzda uzatiladi. Buni event yoki deb qisqacha nomlashimiz mumkin. Bu event prevent default ni chaqirib, oldingi usuldan ko'ra yaxshiroq va to'g'riroq dasturlash usuli bilan standart xatti-harakatni oldini olish imkonini beradi. Brauzer ko'rsatmani qabul qiladi. Bu hodisa sodir bo'lganda foydalanuvchiga shaxsiy ogohlantirish xabarini berish kerak. Lekin shaklni avtomatik yuborishni oldini olish kerak bo'ladi. Agar xatolar bo'lmasa, sahifani qayta yuklash va submit tugmasini bosishdan oldin David yozish kerak. Mana u salom David. Buni amalga oshirishning yanada samaraliroq JavaScript usullari mavjud. E'tibor bering. Name deb nomlangan o'zgaruvchi faqat bir marta ishlatilgan. C va Python tillaridan bilamizki, bu qat'iy zarur emas. O'zgaruvchini olib tashlashingiz va hello so'ziga bo'sh joy qo'shib, funksiya qaytargan qiymat bilan birlashtirish mumkin. Bu ekranga sig'adi. Matn o'qilishi mumkin bo'lib qoladi. Bu yaxshi loyihalashtirilgan. Agar kod uzunroq bo'lsa, standart qiymatni oldini olish uchun o'zgaruvchidan foydalaning. Bu satrchi. Greet deb nomlangan funksiya bir marta chaqiriladi. Biz JavaScriptdan foydalanishimiz mumkin. Bu xususiyatni C yoki Pythonda shunchalik chiroyli amalga oshirib bo'lmaydi. Agar greet funksiyasi bir marta ishlatilsa, funksiyaga nom berish shart emas. Keling, men bu yerda hozir shuni taklif qilib ko'rsam deb o'ylayman. Men bu funksiyani hozir butunlay va to'liq tarzda nusxalab qo'yaman. Advent listener ning ikkinchi argumenti sifatida men uni tozalayman. Jingalak qavsni shu qatorga ko'chiraman. Men uni ixcham qilish uchun bu bo'shliqni olib tashlayman. Bo'sh qatorlarni olib tashlab, nima qilayotganimga e'tibor beraman. O'zgaruvchan shakldan sahifa shaklini olish. Shaklga nomsiz funksiya yordamida yuborish hodisasi tinglovchisini qo'shishni aytish kerak. Bu funksiya qanday ishlasin? Python tilidagi kabi nomlanishi shart bo'lmagan argumentni oladi va JavaScript kodlarida ham ishlatiladi. Nima? Bir marta ishlatilsa, nima uchun nomlash kerak? Greet nomini o'chirib, funksiyani chaqirib, keyin uning barcha kerakli argumentlarini aniq ko'rsatdik. Keyingi ikki qator aynan bir xil ekanligini ko'rib turibmiz. Yopiluvchi jingalak qavslar va oddiy qavslarning joylashish tartibiga, ularning to'g'ri yopilishiga alohida e'tibor berib, diqqat bilan qarab chiqishingiz kerak. Yig'ishtirish uchun bizga forma o'zgaruvchisi kerak emas. O'sha qatorni o'chirib, o'zgaruvchini bir qatorga o'zgartiring. JavaScript boshlovchilari uchun vizual jihatdan biroz murakkab bo'lsa-da, bu an'anaviy sintaks qo'shimcha o'zgaruvchilarsiz.
dasturlash tilida bir nechta amallarni samarali va oson bajarish imkonini beradi. Menga bu ishlashini ko'rsatib beraman. Agar sahifani qayta yuklasangiz va David ismini yozib yuborsangiz, skript tegini sahifa boshidagi head tegi ichiga joylashtiring. Shunda kod to'g'ri ishlaydi va pop-up oynasi kerakli tarzda ochiladi. Xuddi avvalgi qilgan ishimizdek. Skript tegini forma tegidan yuqoriga ko'chiring. Qayta yuklash tugmasini bosib, brauzerimga qaytib, David so'zini yozilganda nom atributi avvalroq qo'shilgani sababli hali ham serverga yuborilayotgan buzilgan versiya ko'rinadi. Men buni serverga yuborilishini xohlamayman. Nima xato? Keling, ko'ramiz. Keling sichqonchaning o'ng tugmasini bosib yoki kontrol tugmasini bosib, tekshirish, inspektor bo'limini tanlab, JavaScript konsolini ko'rsataman. Dasturchi vositalaridagi konsol yorlig'i JavaScriptdagi xato xabarlarini ko'rsatadi. Agar qizil rangda biror narsa ko'rsangiz, bu yerda xatolik borligini anglatadi. Keling nimada muammo borligini aniqlaymiz. Nolga xos xususiyatlarni o'qib bo'lmaydi. Tinglovchini, qo'shish, Clang va Python kabi dasturlash tillaridagi xato xabarlari afsuski kompyuter dunyosida ko'pincha tushunarsiz. Ayniqsa HelloHML faylidagi 7 qator 43 belgida. Keling bu qatorga qaytamiz. 7 qator mavjud. Nima uchun forma 0 bo'lishi mumkin? E'tibor bering, global o'zgaruvchi butun hujjatga tegishli. Query selektor hujjatda tanlangan element mavjud bo'lmasa va uni topishning iloji bo'lmasa, bu funksiya chaqiruvi 0 qiymatini qaytaradi. 0 hodisa tinglovchisi ma'nosiz, xuddi C tilidagi kabi. Siz 0 qiymatlarni ishlatish yoki o'zgartira olmaysiz. Nega bunday? Python va C kabi bu dasturlash tillari afsuski yuqoridan pastga, chapdan o'ngga qarab odatda o'qiladi. Agar siz formani 16 qatorda aniqlasangiz, unga 7 qatorda murojaat qilish ishlamaydi. JavaScript konsoli 0 ko'rsatadi. Chunki ma'lumotlar o'qilmagan. Oldin men bu muammoni hal qilish uchun skript tegini sahifa pastiga ko'chirgan edim. Kutubxonalar ko'pincha murakkab bo'lishiga qaramay, boshqa usuldan foydalanadi. Hello.html hujjatiga yangi va muhim bo'lgan hodisa tinglovchisini qo'shish uchun JavaScript kodlarini yozib chiqamiz. Maxsus bosh harflarni talab qiluvchi hodisani tinglaydi. Kompyuterlarda rasmlar qanday tasvirlanadi? DOM tarkibi yuklandi. Barcha vazifalarni birgalikda bajaradigan oddiy va oson anonim funksiyani chaqirish kerak bo'ladi. Oldin qo'shilgan qavsni yopish uchun men endi juda pastki qismiga yana bir bor yopuvchi jingalak qavs va oddiy qavsni qo'shishim kerak bo'ladi. Chunki yuqorida qo'shgan qavslarimni yopishim zarur. Bu jumla juda uzun. DOM tarkibi yuklangan hodisa nima? U nima deyilgan bo'lsa shuni bajaradi. DOM tarkibi va uning barcha qismlari to'liq yuklanganda ushbu kod qatorlarini bajaradi. Dasturlar qaysi kod qatorlarini bajarish kerakligini qanday aniqlaydi? JavaScriptda aniqlangan anonim funksiya bu yerda ham jingalak qavslar ichida DOM tarkibi to'liq yuklangandan keyin bajariladigan kod qatorlarini o'z ichiga oladi. JavaScript dasturchilari ko'pincha anonim funksiyalardan foydalanadilar, chunki ular kodni qisqaroq qiladi. Va sodda misollarda ham ko'rib chiqqanimizdek, JavaScript tili anonim funksiyalarni juda keng qo'llashga moyil. Dasturlash tajribasiga ega bo'lganingizdan so'ng, bu yoki boshqa tillarda, garchi birinchi qarashda bu sintaksiz muammoning o'zidan murakkab ko'rinsa ham, unga ko'nikib ketasiz. CS kabi bularning hammasini olib tashlashimiz mumkin. Tegini source atributi bilan scriptchis deb qo'shib, barcha yangi qatorlarni o'chirib, keyin kodni shu yerga joylashtirib, xuddi istesiz kabi bitta faylni boshqasiga havola qilishga ruxsat bering. Chunki bu bizga toza va tartibli kod yozish imkonini saqlash va yangilash osonroq bo'ladi.
Siz JavaScriptda til bo'linishini xuddi shu tarzda va bunday paradigmani to'liq amalga oshirishingiz mumkin. Keling, kompyuterning terminal oynasida JavaScript dasturlash tilining keng imkoniyatlarini ko'rsatuvchi amaliy misollarni batafsil ko'rib chiqaylik. Source 8 direktoriyasidan 5-versiyani olishimga ruxsat bering. Bu endi men avvaldan yozib qo'ygan hello HTML fayliga o'xshab ko'rinadi. Shunday emasmi? DOM tarkibi to'liq yuklanganda biz uni diqqat bilan tinglaymiz va kuzatamiz. Darsliklarni sahifadan topish uchun input o'zgaruvchisini aniqlab, insonning barmog'i klaviatura tugmasini bosib, keyin qo'yib yuborilganda hodisani diqqat bilan tinglaymiz va kuzatib boramiz. Dasturchi vositalarini yopib, sahifani qayta yuklagandan keyin qanday ko'rinishini ko'raylik. Matn maydoniga harflarni kiritganda yoki o'chirganda nima sodir bo'lishini diqqat bilan kuzating va e'tibor bering. Masalan, T harflarini kiritganda yoki dunyo so'zini yozib, keyin o'chirib tashlasangiz nima bo'lishini ko'ring. Bu yerda standart qiymat mavjud. Yozayotganda DOM avtomatik yangilanayotganini kuzating. Buni men bajaray. Developer Tools'ni qayta ochaman. Elements sahifasiga o'tib, P tagini kuzating. Brauzer xotirasida salom, kim bo'lishingizdan qat'iy nazar iborasi bor. D harfini yozganimda umuman boshqa harflar yoki so'zlar o'rniga o'z ismimni yozishni boshlayman va ekranda hello paydo bo'ladi va DOM Elements oynasida dinamik ravishda yangilanadi. Yangi ma'lumotlar darhol aks ettiriladi. A harfini yozganimda har ikki joyda nima bo'layotganini kuzating. DOM yangilanadi. Video e'tiborni tortish uchun miltillayotganini kuzating. DOM xotirada yangilanmoqda. Shu orada sahifani yopib, manba kodini ko'rish statik versiyani ko'rsatadi. HTMLda divid haqida hech qanday ma'lumot yo'q. Foydalanuvchi kiritgan ma'lumotlar qanday uzatiladi? Keling, bu VS Code'da qanday ishlashini ko'rib chiqamiz. Matn maydoni elementini topish uchun query selektor yordamida input o'zgaruvchini yaratdim. Matn maydoniga tugmani bosib qo'yish uchun event listener ro'yxatdan o'tkazdim. Tizim barmoq tugmani qo'yib yuborilganda javob beradi. Bu funksiya tugma qo'yib yuborilganda chaqirilishi kerak. Ushbu funksiya ichida name o'zgaruvchisi query selektor yordamida P elementini oladi. Bu qayerdan kelib chiqdi? Sahifa manbasi oddiy shakl va hatto yuborish tugmasi bo'lmagan juda oddiy tuzilishni hamda mening asosiy mazmunimni joylashtirish uchun odatiy element sifatida qo'yilgan bo'sh paragraf tagini ko'rsatmoqda. VS Code dasturiga qaytib, men shuni kuzatdimki, unda shaxsning ismi uchun joy mavjud ekan. Agar matn maydonida qandaydir kiritish mavjud bo'lsa, men albatta buni bajarib qilaman. Men o'sha paragraf ichiga kiraman. Men uning ichki HTML kodini, ya'ni inner HTML qismini to'g'ri va aniq tarzda vergul bilan hello ga o'zgartirishim kerak. Bu haqda tezda davom etamiz. Kiritilgan qiymat bo'sh bo'lganda, ushbu mantiqiy ifoda noto'g'ri. Ichki HTML ni sukut qiymat sifatida salom, kim bo'lishingizdan qat'iy nazar ga o'zgartiring. Bu yerda nima bo'layotganini tahlil qilishimiz kerak. Bu sintaksiz dahshatli ko'rinadi va biz ko'rgan eng xunugidir. Python F stringlariga o'xshab, o'zgaruvchilar qiymatlarini kiritish uchun qo'shtirnoq va jingalak qavslardan foydalaning. JavaScript ham shunga o'xshash xususiyatlarga ega, lekin sintaksisi kamroq nafis. Qiymatlarni o'zgaruvchilarga interpolyatsiya qilish uchun klaviaturangiz ingliz yoki boshqa tilda bo'lishiga qarab joylashuvi farq qiladigan matn boshida va oxirida teskari qo'shtirnoqlardan foydalaning. Jingalak qavslar va dollar belgilari hisoblashlardagi o'zgaruvchilarni ifodalash uchun ishlatiladi. Python sintaksisi o'xshash, lekin oddiyroq.
sintaksisni eslab qolish yoki qidirishdan tashqari murakkab hech narsa yo'q. Submit tugmalaridan emas, balki klaviaturadan qo'l ko'tarilganda sodir bo'ladigan hodisalar asosida har bir tugma bosilganda o'zgarib turadigan avtomatik yangilanuvchi sahifaga ega bo'lamiz. Keling, yana bir misol ko'raylik. VS Code'iga qaytamiz. Terminalni ochib, hello xatimini ochamiz. Source direktoridan background team'ni nusxalab olaman. Direktoriga qaytib, yangilab background tilni bosing. Keling, bu qanday ishlashini tushunib olamiz. RGB belgilari qisqa bo'lgani uchun 3 ta tugma kvadrat shaklida. RGB fon rangini qizil, yashil yoki ko'k rangga o'zgartiradi. Bu qanday sodir bo'lyapti? Background xtil faylini VS Code dasturida ochib, keyin esa tana qismida nima bo'layotganini ko'rib va diqqat bilan tekshirib chiqamiz. 3 tugmaning noyob ID'lari qizil, yashil va ko'k bo'lib, ularning har birida bosh harflar bilan A, G, B kabi qisqa belgilari mavjud. Keyin skriptdagi bor. Sahifadan body elementini olish uchun biz bitta maxsus body o'zgaruvchisi yaratamiz va uni sahifadan olamiz. Bu 3 bir xil kod qatorini kuzating. Query selektor yordamida qizil adili hujjat elementiga kirib, uni dokument obyekti orqali hash belgisi bilan topib, tegishli elementni tanlash uchun kirish. JavaScriptda bosish hodisasi uchun event listener qo'shish, shuningdek bizga kerak bo'lgan submit va tugmani bosib turish hodisalari ro'yxatda mavjud. Ra tugmasi bosilganda anonim funksiyani chaqirish uchun men tugmani bosishni kuzatib, diqqat bilan tinglashim kerak. Bu sodir bo'lganda bitta kod qatorini bajarish, bugungi tushunchalar to'liq yakunlandi. JavaScript yordamida mening web sahifamning ichki CSS stillarini osongina o'zgartirish mumkin. Men body elementida stil atributini foydalanib, orqa fon rangini o'zgartira olaman. Chunki brauzerlar shunday ishlaydi va men body tagining ichida joylashgan stil xususiyatlariga kirishim mumkin bo'lib, bu o'zgaruvchi sifatida mavjud elementdir. Siz stil atributiga qizil rangni o'rnatishingiz mumkin. Men F-kodi bilan ishladim, lekin qizil deb oddiy qilib qo'ydim. Keyingi kod qatorlari yashil rangni ifodalaydi. Oxirgi 3 ta qator ko'k rangni ifodalaydi. Fon rangining kelib chiqishini nima belgilaydi? Chunki bu katta C da kichik b. Bu dizayn optimal bo'lmasligi mumkin. CSSda biz matn joylashuvi va rangni tarixan ilk bor ko'rdik va o'rgandik. Biz boshqa xususiyatlarni ko'rdik. CSSda background color nomli xususiyat mavjud. Men uni hali ishlatmaganman. CSS background colordan foydalanadi. JavaScript esa katta C harfi bilan background colorni talab qiladi. Nega? JavaScript matematik amallarni bajaradi. Chiziqcha minus belgisi sifatida ishlatiladi. JavaScriptda background color o'rniga background color yozish, bu xuddi afsuski dasturlash tilida rangni fondan ayirishga urinishga o'xshaydi. Bu mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Chap va o'ng qo'l bir-biri bilan aloqa qilmasdi. Yechim bo'sh joylardan keyingi harflarni katta qilish va chiziqchalarni olib tashlash uchun tuya registridan foydalanadi. CS xususiyatlarni JavaScript atributlariga moslashtiradi. Buni bizning tekshiruvchimizda ko'rishimiz mumkin. Oq rangga qaytish uchun sahifani qayta yuklang, dasturchi vositalarini oching. Foydalanuvchi agenti uslublar jadvalidan standart uslublarni ko'rsatuvchi atributlarsiz sahifa tanasini bosing. Element uslubi va tana tegi ostidagi o'zgarishlarni kuzating. Ra tugmasi bosilganda tana tegida dasturiy ravishda fon rangi qiymati bilan birga uslub atributi to'satdan avtomatik tarzda paydo bo'ladi. O'ng tomonda qizil 2 nuqta. Chrome brauzerining dasturchi vositalarida umumiy ma'lumotni ko'ramiz. G yoki B tugmasini bosish har bir rang uchun bir xil harakatni ko'rsatadi.
JavaScript sahifaning DOM tarkibi va CS uslubini, ya'ni foydalanuvchi ko'rayotgan sahifa mazmunini hamda uning tashqi ko'rinishini osongina o'zgartirishi mumkin. Yana nimalar qila olamiz? Keling, o'tmishdan bir misolni ko'rib chiqaylik. Skriptdagi ichida blink funksiyasi salomlashishning ko'rinishini o'zgartiradi. Va men ushbu manbalar katalogiga kirib, blinkdiml deb nomlangan misol kodini ko'rsatmoqchiman. Terminal oynasini yashirsam, bu fayl ichida greeting elementining ko'rinish chiqaradigan funksiya mavjud. Bu nimani anglatadi? Keling, xulosa chiqaraylik. Body o'zgaruvchisi query selector qaytargan qiymatga teng va bu so'rovni tekshiradi. Agar element ko'rinishi yashirin bo'lsa, ko'rinadigan qilib ekranda namoyish eting. Aks holda uni butunlay yashirib qo'ying. Bu ham o'shalardan biri. Chap va o'ng qo'llar bir-biri bilan muloqot qilmasdi. CSSda ko'rinadigan so'zining teskarisi yaxshi yoki yomon bo'lishidan qat'i nazar invisible emas, hidden hisoblanadi. Shartli operator ko'rinishni o'zgartiradi. Agar yashirin bo'lsa ko'rinadigan qiladi. Agar ko'rinadigan bo'lsa yashiradi. Bu qanday ishlatiladi? JavaScript yana bir funksiyani o'z ichiga oladi. Global o'zgaruvchi window brauzer oynasiga ishora qiladi. Katta I harfi bilan setinterval deb nomlanuvchi metod. Funksiya ikkita argumentni qabul qiladi. Bunda birinchi argument sifatida chaqiriladigan va qavslar qo'yilmagan funksiya nomi va ikkinchi argument sifatida bajarilishi kerak bo'lgan vaqt oralig'i beriladi. Setinterval funksiyasi blink funksiyasini har 500 millisoniyada yoki yarim soniyada muntazam ravishda chaqirib turadi va ishga tushiradi. HTML ustiga bosish veb sahifalarda matnni miltillatadigan eski HTML tegini qayta tiklaydi. Men brauzer oynasiga qaytib, dasturchi asboblarini yopib, blinkdiml tugmasini bosganim zahoti yoshligimda mavjud bo'lgan blink tegining natijasini ko'rdim. Bu teg matnlarni miltillatish imkonini berardi. Xuddi shunday, marquee tegi matnni ekran bo'ylab aylantirardi va bu xunuk ko'rinardi. Keyinchalik ikkala teg ham HTMLdan olib tashlangan, chunki ular ko'plab HTML xususiyatlari orasida eng keraksiz va bezovta qiluvchi teglar edi. JavaScript DOMni va veb sahifani to'liq boshqarishni yaxshiroq namoyish qilish uchun ushbu elementlarni hozir qayta tiklashi va saqlashi mumkin. Keling, oxirgi misolni ko'rib chiqaylik. Keling, VS kodiga qaytaylik. Terminalni oching va kodning distributsiyasidan autocomplete XML faylini nusxalang. Autocomplete XML faylini kompyuterda VS kodi dasturida birga ochib, uni to'g'ridan-to'g'ri ko'rib chiqamiz. Bu yerda nima sodir bo'lyapti? Sahifa tanasida matn kiritish maydoni va so'rov uchun placeholder mavjud ekan. Bu asosiy qismda joylashgan text inputni yaratishda ishlatilgan. Quyida bo'sh tartiblanmagan ro'yxat bor. Unga salom so'zi qo'shilishi mumkin. Fili references script tegi large. JIS uchun menga bu fayl kerak. Bu bugungi tarqatmada keling, large JISni ochamiz. U tanish ko'rinishi mumkin. Ushbu JavaScript versiyasi 5 topshiriqlar to'plamidan olingan lug'atli imlo tekshiruvchini amalga oshiradi. Bu faylda JavaScript global o'zgaruvchisi o'g'iz sifatida tuzilgan va katta harflar bilan yozilgan 100 mingta so'z mavjud bo'lib, ular boshqa dasturlash tillaridan farqli ravishda Python kabi ro'yxat emas, balki kvadrat qavslar yordamida massiv sifati va tuzilgan. Menda qo'sh tirnoq bilan vergul orqali ajratilgan satrlar ro'yxati bor, lekin barcha so'zlar uchun bir tirnoq ham ishlatilishi mumkin. Bu faylni kiritish Words o'zgaruvchaniga kirish imkonini beradi. Bu vazifani qanday bajaraman? Matn maydoniga ishora qilish uchun input o'zgaruvchisini query selector qaytargan qiymatga tenglash kerak. Tugmachani ko'tarish harakatini eshitish uchun tinglovchi qo'shilmoqda. Barmoq ko'tarilganda anonim funksiyani chaqirish. Bu funksiyada HTML o'zgaruvchisini iqtibosga o'rnatish. Bo'sh satr hech narsani o'z ichiga olmaydi. Inson kiritgan so'zga mos bo'lgan va mantiqli keladigan so'zlar ro'yxatini diqqat bilan tuzmoqchiman, chunki bu muhim vazifa.
Agar foydalanuvchi matn kiritgan bo'lsa, matn maydonidagi qiymatni va so'zlarning uzun qatorini diqqat bilan ko'rib chiqish kerak. So'z uchun so'zlar qatorida bu JavaScript uchun maxsus xususiyat bo'lib, Python dasturlash tiliga o'xshash va C dasturlash tili ruhiga ham o'xshaydi. Bu yerda men ishlayotgan predlog haqiqatan ham uchun so'zidir va men bu so'zlar massiviga bu so'z bilan ishlayapman. Predloglarga o'xshash, JavaScript qatorining har bir elementi bo'ylab ketma-ket tartibda va odatda juda oddiy usulda o'tish. Agar joriy so'z bosh U harfi bilan boshlansa, bu funksiya JavaScriptda satrlar bilan keladi va kiritilgan qiymatni tekshirish uchun foydalaniladi. Agar lug'atga kiritilgan va qidirilayotgan matn maydoniga foydalanuvchi tomonidan terilgan harflar bilan boshlansa, tizim uni ko'rsatib beradi. Bu qanday qilib raqamli tarzda tasvirlanadi? HTML satrini back-tick belgisi va interpolatsiya uchun jingalak qavslar yordamida o'zgaruvchilar bilan birlashtiring. Bu boshlang'ich bo'sh satr bo'lib, quyidagi ko'rinishda HTML kodini yaratishga imkon beradi. HTML o'zgaruvchisiga birinchi belgilarga mos keladigan so'zlarni o'z ichiga olgan yangi li teglarini va yopuvchi li teglarini qayta-qayta qo'shishimiz kerak bo'ladi. Shunda ularni har safar tartibli ravishda joylashtirish mumkin. Plus tenglik belgisi bu yerda birlashtirish ma'nosini bildiradi. Biz JavaScriptda HTML ni foydalanuvchi tugmachalarini bosishi asosida dinamik tarzda quramiz. Nihoyat, hujjatdan so'rov orqali avval bo'sh, tartibsiz ro'yxat bo'lgan ular elementini tanlang va uning ichki HTML tarkibini men katta o'zgaruvchida yaratib to'plab borgan li teglarga tenglang. Avtomatik to'ldirish xususiyati qidiruv tizimlari va ilovalarda, masalan, Google va Bing kabi tizimlarda, shuningdek veb saytlar va mobil qurilmalarda qo'llaniladigan avtomatik to'ldirishning qanday ishlashini amalda ko'rsatadi va tushuntiradi. Tartiblanmagan ro'yxat ushbu lug'atdagi C harfi bilan boshlanadigan barcha so'zlarni ko'rsatadi. A harfi yozilganda ro'yxat uzunligi katta bo'lganligi sababli hech narsa ko'rinmaydi. Ket yozilganda ket bilan boshlanadigan barcha so'zlar ko'rsatiladi. S harfini yozib, qachas ketchup bilan tugaydigan 4 ta so'zni ko'rsating. Web sahifa manbasini ochish hech qanday ko'rinadigan so'zlarni ko'rsatmaydi. Fayllar JS'da mavjud, lekin bu sahifada emas. Inspektorni qaytadan Elements bo'limida ochganda va tekshirib ko'rganimda, men cats so'zini yozgandan so'ng aniq ko'rinib turibdiki, sahifada 4 ta li elementi paydo bo'lib qoladi va ko'zga tashlanadi. Mushuk eslatmalarni o'chirganimda 4 tala element ham yo'qoladi. Men ulga qaytib keldim. HTML web sahifalarni tuzadi va tartibga soladi. CSS ularni chiroyli qilib bezaydi va JavaScript ularni dinamik tarzda yangilab hamda o'zgartirib turadi. JavaScript Mail, Google va CS52 kabi ko'plab foydali va dinamik ilovalarni web brauzerda muvaffaqiyatli tarzda osongina amalga oshirish imkonini beradi, chunki u statik tajribani interaktiv qiladi. JavaScript HTTP so'rovlarini yuborib, qo'shimcha ma'lumotlar, xaritalardan parchalar va serverlardan elektron xatlarni olishi mumkin. Bugun biz asosiy tushunchalarni o'rgandik va siz bu texnologiyalarni mashq topshiriqlari va yakuniy loyihalar orqali web va mobil ilovalar yaratishda qo'llashingiz mumkin. Bu C50 yakun. Keyingi safar ko'rishguncha